Итак, hammaga привет. Ko'plar yuzingizga qanaqa uhud qilasiz deb so'radi. Давайте man sizlarga bazaviy uhudimni ko'rsataman, lekin menda idealniy koja emas. Mana bu penkalarga o'tamiz. Menda bu yerda rosa ko'p byudjetniy produktlar bor. Pigment brendini salitsiliy kislotasi bilan birga itsink bor. Salitsiliy kislota больше qizarishlar bilan kurashadi. Допустим, qanaqadir prish bo'lib qolsa, men shuni bilan yuzimni tozalayman. Где-то bir hafta, 2 haftadan keyin ketadi bular. Menda nechtadir toner, hammasi har xil shkoplarimda mamu bor, no meni eng yaxshi ko'rganim mamu ikkitasi. Bu tonerni men mamu umuvashkadan keyin ishlataman. Итак, bu toner quruq yuz uchun, bu toner чувствительный, aniq koja слишком чувствительный, ko'p narsa tushmaydigan bo'lsa, men shuni ham ishlatib ko'ringlar, juda zo'r. Men unaqa ko'p krem ishlatmayman. Menga prям yoqqan krem mana mamu. Bu qizarishlardan qarshi. Chunki men kojamga qishda nam yetishmaydimi, men bilmayman. Yomon quruq kojam. Mana shu prям idealniy tushdi-da yuzimga. Men o'ylaymanki, pulingizni yig'ib olib, bitta yaxshi uходовый kosmetika oling-da, maza qilib 6-7 oy вообще koja sizga rahmat deydi. Недавно men uходimga kelgan narsa bu krem с PDRN. Men keyin sizlarga полный tushuntirib beraman PDRN o'zi nima, chunki hozir PDRN bu Koreyada prям номер 1. Qiziq bo'lgan bo'lsa, обязательно like va подписка kutaman.